Bahodir Jalolov qachon oltin to'p sohibi bo'ldi? A 2018 va 2022. Futbolchi emas-ku. Bahodir Jalolov futbolchi emas-ku. Kim? O'zbekiston xalq artistisimi shunday edi? Xalq artisti. Ha. O'zbekiston xalq artisti. Ha, Bahodir Jalolov qo'shiqchi bo'lsa kerak-da. Shu qo'shiqni bir qilib eshitaylik. Do'stir fil dilbari joni halim bor mening. To'pato'g'a. Biz boshladik. Ehtiyot bo'lasizlar. Abdulla Qodiriyning o'tgan kunlar asarini kim yozgan? Durdona Qurbonova, Sitora Farmonova. Durdona Qurbonova. Yer sharida O'zbekiston geografik jihatdan qanday joylashgan? A. Orol, B. Yarim orol. Yarim orol. Menga farqi yo'q. 8 oyoq katta bo'lgandan so'ng oyoqlari nechta bo'ladi? 14 ta, 16 ta. 16 ta. Seni ham davolashadi, seni ham davolashadi, meni ham davolashadi. Qarang, qizlarda 2 ta, sigirda 4 ta. U nima? Sut beradigan. Noto'g'ri. To'g'ri javoblarni kommentariy yozib qoldiringlar.